Havorijlar. Kimlar ular? Qayoqdan kelishdi? Nima sababdan paydo bo'lishdi va ular nima bilan yakun topdi? Ularning qissasi. Havorijlarga gaplashamiz endi, birodarlar. Bu toifa kishilari Siffin kunida Ali ibn Abi Talibni jang qilishdan to'xtashga majbur qilgan kishilar edi. Mana shu kishilar Ali ibn Abi Talibning 5 yillik xalifalik davrida futuhotlarni bo'lmasligiga sabab bo'lishdi. Chunki mana shu kishilar musulmonlarni bir-birlariga qarshi qayrashdi, futuhotlar bo'lmadi. Umar ibn Hattob, Usmon ibn Affon davrida bo'lgan futuhotlar. Havorijlar Ali ibn Abi Talib Siffinga qo'shin bilan ketganda, bu havorij bo'lib ketganlar Ali ibn Abi Talibning qo'shini orasida edi. Ularning ichida juda ko'plari qorilar edi. Shuning uchun qorilar deb ular aytilgan, qurro. Ular o'zlarini ko'p ibodati bilan mashhur edi. Tunlari namoz o'qishardi, kunduzlari ro'zador, Qur'on tilovatida ko'p, jannatga shavqi baland, jang maydonida kuchli bir qahramonliklarni ko'rsatadi. Ammo ilmsiz bo'lishgan. Ilmsiz bo'lishgan. Ular ilmdan ko'ra tasavvufga, ibodatga, tanassukka moyil edi. Ibodatga, ruhoniyatga, ko'p tilovatga, qiyom namozlariga, nafl ro'zalarga rosa berilishgan edi. Yana jihodga, furusiyatga ham kirishib ketgan kishilar edi, berilgan kishilar edi. Ammo mushkulasi ilmga iqbol qilishmagan edi. Ilmga iqbol qilishmagan edi. Ular o'zlarining kalta fahmi bilan, oz ilmi bilan, sayoz ilmi bilan Qur'on oyatlarining murodiga teskari tafsirlarni qilishgan. Va o'zlarini shu fikrlarda o'jalik qilib turishib olgan. Ajib. Insonning ilmi qancha ko'paygan sari o'zini qanchalari ilmsiz ekanligini anglay boshlaydi. Qaytaraman. Ilmingiz ko'paygan sari hali men hech narsani bilmas ekanman degan fikrga kelasiz. Ammo ilmsiz odam ikkita narsani o'rganib oladida, men hamma narsani bilaman deb o'ylaydi o'zi haqida. Shuning uchun ular havorijlar. Tafsir, hadis ma'nolarida o'zlarini ra'ylarda qatib turib olishgan. Abdulloh ibn Umar ibn Hattobning o'g'li, sunnatning eng bilimdoni bo'lgan olim sahoba aytadi. Ular havorijlar. Alloh xalqining eng yomonlari. Ibn Umar havorijlar eng yomon odamlar deb aytayapti. Ya'ni ibodatlik, lekin ilmsiz. Endi bu katta mushkula, birodarlar. Chunki ilmsizlik tufayli inson zo'r ish qilyapman deydi, jahannamga borib ketaveradi. Xurofotlarni keltirib chiqaraveradi. Ilmsizlik tufayli ulamolarga jur'at bilan gapirishlik paydo bo'laveradi. Ibn Umar roziyallohu anhu aytadi, ular havorijlar. Kofirlar haqida nozil bo'lgan oyatlarni mu'minlarga nisbatan qo'llashdi. Kofirlarga ishlatiladigan oyatlarni mu'minlarga nisbatan ishlatishdi. Mana shu sababli katta mushkulalar kelib chiqdi. Hozirda ham har xil toifalar bor. Ular ham xuddi havorijlar tutgan yo'lni tutishadi. Kofirlar haqida tushgan oyatlarni musulmonlarga nisbatan ishlatishadi. Hali Abdulloh ibn Habbob ibn Aratni havorijlar qanday qilib so'yganligini ham gapiramiz, birodarlar. Bo'yniga Qur'on olgan bo'ladi Habbob ibn Aratning o'g'li Abdulloh. Ali haqida so'raganida mana deb javob bersa, sen bo'yningga olgan Qur'oning bizni qatl qilishga buyuryapti seni deydi. Ularning mushkulasi ibodat, taqvo emas, mushkulasi savodsizligi.